Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Salom hurmatli obunachilar. Yana bir ishimizni yakunladik. Akfa alyumin zolotoy dub yodoviy bir qavat oynaga G shaklida bo'lgan terasamizni olib kelib qo'yib berdik. Akfani originaliga bo'ldi. Eshiklari tashqariga ochiladigan bo'ldi. Eshiklariga kraft pushkasini qo'yib berdik. Yopilishlari chiroyli bo'ldi. Oshxonashlari Akfani o'ziniki bo'ldi xohlisi. Ustunni burchagini ikki tomondan o'rab berdik, choksiz qilib mana. Odatdagi bo'lasdi, bunisi bu tomondan o'raldi. Hozir hamma tomoni o'ralib, ustun o'rta ustunlari ham choksiz qilib o'raldi mana. 1.92 10 bo'lgan razmerlari ikki oromimizni o'rtadan bittadan ochilishga berganmiz. Eshigimiz razmeri 1.20 ga 3.60 bo'lgan, taglar arkafon. İşleri bize orada 20'li padagon yapıp verdik. Açılışları ham doğalasa chiroyli chiqdi. Feyna sazovlari ham o'ziga yarasha bo'lib chiroyli turdi. Bu ishimizni kvadratlar 600 mingdan chiqdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Nomerlarimiz 99lik 909 95 91. Telegram, WhatsApp, imo hammasi ishlayapti. Rahmat, sog' bo'linglar.